Assalomu alaykum. Bugun qisqaroq video qilay degandim. Terim jarayoni. Pomidorlar. O'rtalari yetib oldi. Bu yerda pomidorda yaxshiroq joylari, yer och joylari ham bor. Deyarli har kuni terim. Bu yoqda endi jahon chempionati. Afsuski Amerika bilan bizni vaqt farqi oralig'i sabab deyarli ertalabga to'g'ri kelyapti. Shunda ham televizor qo'yib qo'yganmiz. Ertaga bozorga olib chiqamiz. Bugungi sana 15-iyulmi? 14-15 iyulmi? Shunaqa. Bugun 3,5 mingdan topshirib keldik. Kecha 3800, ya kecha 4000 edi kelasi. Ertaga ko'ramiz endi bozorda. Narxlar qanaqa bo'lar ekan? Pomidorlar pishib yotibdi. Ikkinchi kislari ham qizarib boshladi hozir yerda. Ikkinchi kislarida qizarish yo'q ekan. Mana bunday qizargan ikkinchi kislari. Biroz zamburug'li kasalligi ham bor. Xudo xolasa sepishimiz kerak unga ham. Oziqalar shu magniy kaliy sulfatga o'tganmiz. Orada 10 kunlarda bir kalsiy nitrat tomchilatishdan. Bundan buyog'i kilogramm chiqaveradi endi har kuni. Oshib bo'laveradi. Qisqaroq bir video qilay degandim. Hozircha bizda shular. Pomidorlar yaxshimi? Kiprigi bilan uzyapmiz. Hozircha. Lekin katta bir xillari masalan 600-700 grammliklari ham bor. Hozir ko'rsatamanmikan? Mana bulari 500 dan ziyod. Hozircha shular bizda. Kuzatishda davom eting.